harfi oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qilishni xohlamsiz? Bosh a. Yolg'iz a. Oyoq a. O'lanma a. A harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tunishtirsam da'vatidi. Kenamsa diqqat qiling. Yarışko Andergil'nin atlas kengligi chaqnab aksi aynakda echildi kengli. O'g'ri daraxt kesmakda osta-osta daraxt oqi chidamay yig'lamoqda. Mehmetcan Meynet balalarga o'ch, Meynet balalar Mehmetcanga omroq. Mash'al ko'tarib kelmoqda as'ad. G'ayrat qil g'ayrat, tez nishonga yet. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir necha so'z tuzib baqandiq. Ne'ga ani qo'shsa na bo'ladi. Ne a na. Te'ga ani qo'shsa ta bo'ladi. Te a ta. A te at. Aga nani qo'shsak ana bo'ladi. A ne ana ana. Aga tani qo'shsak ata bo'ladi. A te ata ata. Bizning oila. Bizning uyda buvam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Buvam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam nayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynag'ach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, Mash'al oynar Azmat, Axlat tökər Hanifa, As'ad polni tozlavat. Uydagilar bu she'rimni anglab, meni maqtab ketdi. Bizning oila bekmi baxtli. Hammamiz bir-birimizga kuyinamiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman.